Mana bu tirani ko'ryapsizlarmi? Bu 50 milli formalar zakazga qayerga chiqib ketyapti aka bular? Qarshiga. Qarshiga ketyapti. Men sizlarga butikni ham aytaman, tez olmasangiz tugab qolishi mumkin deyman. Yangi modeli o'zi 36 dan keladi, xaqir razmerlar. Mana bu yoqda ham zakaz bu, ko'ryapsizlarmi? Polni seri FLI dan, Nike kalta model ko'k rangidan, Vinicius Junior, yo'da FLI. Bu qayerga ketyapti? Rossiyaga ketyapti. Rossiyaga. Daja a'zoligini Rossiyadan his qilishdi, shuncha zakaz qilishdi. Sizlar hali ham uyda o'tiribdilar, olmasdan narx tushib qolarmikin. Yo'q, bo'ldi, boshqa tushmaydi. 300 ming, 450 ming dahshat narx-ku. Agar 12 ta viloyatga zakaz bo'lsa ham chiqarib yuboramiz, mana bunaqa qoplada chiqaramiz. Ko'ryapsizlarmi? Nech puldan bo'lyapti zakaz hozir chiqarish? Ofisgacha bo'ladigan bo'lsa 15 gramm atrofida bo'ladi, 1 kilogacha. Agar uygacha bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'm bo'ladi, uygacha. Uygacha 40 ming so'm, endi 2 kilo olib ketadigan bo'lsa, u yana 40 ming qo'shilmaydi. 5 ming, 10 ming qo'shiladi. Bitta butik qancha chiqyapti kilosi? Yarim kiloga bor. Yarim kiloga bor. Bu degani shu 15 ming 40 ming atrofida. Formachi? Forma ham shu 200 gramm atrofida chiqadi. Arzimagan narxga qo'lingizga yetib boradi. Uyda o'tirib turib narsa olishingiz mumkin. Zakaz qilinglar, yetkazib beramiz. Mana shu yerda mana bolalarga qarashyapmiz zakaz yopishga.